Mana. Qani. Har lahza Pepsi bilan mazza. Assalomu alaykum hammaga, qadrli Qashqadaryo ahli. Xo'p do'stlar, bizani Azizbek YouTube kanalida birinchi videomiz Navro'z bayrami videosi. Xo'p do'stlar, o'zi hammada kamchilik bo'ladi, bu aniq. Videoda ham kamchilik bo'ladigan bo'lsa, sizlardan oldindan uzr so'ramoqchiman, hammadan uzr so'rayman. Qachonchi? Haqsinmi? Chiroyli bo'lyapti. Olib qo'yamiz. Assalomu Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Paston qishlog'ini Navro'z futboli bo'lyapti. Bu tarafda 98-yillar, bu tarafda 94-yillar. Yigitlar, chiroyli o'ynanglar bir-birlariga qarab. Shunday gol stol kadr qara. Kadr ideal turibdi. O'yin haqida taassurotlaringiz? O'yin haqidagi taassurotlarimni aytadigan bo'lsam, bugungi o'yin juda quvnoq o'tdi. Bizlarga 2000-yillar raqib deb topildi va 2000-yillarni 3-0 hisobida mag'lub etdik. Endi yarim finalga yo'llanma oldik. Nasib bo'lsa birinchi o'rinni olib qo'lga kiritamiz endi, nima ham deymiz. Rahmat. Saloq aka bo'ldi, chiqinga oyoqdan bering. O'yin qanday bo'lyapti? O'yin zo'r bo'lyapti. 95 bilan 3-yillarga bo'ladi. 2007-yillar o'ynayapti. 3-0 ga 95larimiz o'tyapti. Chiroyli o'yin bo'lyapti.
qanaqa bo'ldi? O'yin xudo xolasa hammasi zo'r bo'lyapti. Bayram shukuhida bo'lyapti. Men Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Pastol qishlog'ida xudo xolasa Navro'z bayramiga atalgan gruppa futboli, sport rivojlantirish, xudo xolasa hammasi cho'tka bo'lyapti. Bittalaringiz. Endi biza bilan tushgan raqibimiz salgina o'yinda ozgina kuch yetmay qoldi, yutdik. Xudoga shukr. Endi xudo xolasa oxirigacha harakat qilamiz. Gruppamiz 95-yil bolalari bilan birgalikda nasib bo'lsa birinchi o'rinda olamiz degan umiddamiz. Shot necha bo'ldi? Shot xudo xolasa necha bo'ldi? 5-0 hisobida yutdik. Endi menimcha birinchilikka harakat qilyapmiz. Xudo xolasa hech bo'lmagan taqdirda ikkinchi o'rinda olamiz. Endi birinchi o'rinda olamiz. Endi birinchi o'ringa harakat qilamiz, hammasi Allohdan endi. Bolalarga kuch-quvvatni bersin, hammasi cho'tka bo'lyapti, yomon emas. Mana o'yinimiz zo'r o'tdi. 98 akalarimiz bilan birgalikda o'yin o'tkazdik. Biz o'sha finalga chiqdik. Hisob 1-0 penaltilar seriyasida g'alaba qozondik. Nasib bo'lsa birinchi o'rinda olamiz. To'g'rimi ikkinchilar? Ha, to'ppa-to'p. Olamiz. Mana bugun Pastol qishlog'ida juda katta futbol musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Finalda 95-yil bolalar bilan 2005-yil bolalar duch keldi. Xudo xolasa ko'rib borsangiz, final kim yutganini o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Rahmat. Ko'rib hammangizga izoh berishingizni so'rab qolamiz kommentda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.
Yoshlarning kuni, erta Navro'z yoshlarniki, senlar kelajaklaring. Bu, tushunmi? Qarilar nima desa, qolib ketaversa, senlarning kelajaklaring. Buni qiladigan senlar. Nima niyat qilsang, mana shunday Navro'zga niyat qilinglar-da, hammang niyatiga yetinglar. 95 boss! Qaytma! Mana bugun Pastal xalqiga katta Navro'z ayyomi bo'lyapti. Mana kelingizlar, hammalarni taklif qilamiz. Hammalarni bayram bilan tabriklaymiz. Har doim shunday Navro'zlarimiz davom etadi. Assalomu alaykum hammaga. Pastal qishlog'i Navro'z bayrami bo'lyapti ekan, shunga biz keldik. Hozir tashrif buyurganmiz. Navro'z bayrami qizg'in ketyapti. Hammalaring Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Assalomu alaykum ahli islom, mo'min musulmon birodarlar. Mana Parvardigorim shu kunlarga yetkazdi. Navro'z ayyom, hayit ayyomlar bilan qo'shaloq keldi. Hammangizni butun dunyo ahlini mana shu bayramlar bilan tabriklayman. Bugun mana qishlog'imizda katta tantana bilan Navro'z saylini boshlab yubordik. Allohim mana shu yigitlarga hamisha quvvat bersin, omad bersin. Dunyomiz tinch bo'lsin, sog'lik, omonlik bo'lsin. Hamisha mana shu bayramlarimiz bardavom bo'lib ketaversin. Yoshlarga shijoat, g'ayrat, Allohdan umr, baxt, omad tilaymiz. Allohu akbar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat tilayman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Bobur tuman mahallasida Navro'z bayrami bo'lyapti. Bugun Xudo xolasa xalqimiz bilan yig'ib bayram qilyapmiz. Bayramimizni keng ko'lamli Navro'z yangilanish bayrami, bahor bayramini yaxshi o'tkazish niyatidamiz. Darvozlarimiz bor, konsertlarimiz bor. Osh qilyapmiz 10 qozon. Hamma xursandchilikda. Hammaga rahmat. Kelingizlar. Prezidentimizga rahmat. Tinchlik, omon, davlat yaratib qo'ydi bizga. Biz davrimiz surib yoshlar bilan birgalikda bayram o'tkazyapmiz. Tinch totuv. Xudo xolasa bundan ham zo'r niyatlarimiz bor. Mana bu o'tgan yili bitta mavsumda ikkita open budjetda yutib asfalt qildik, yo'llarni ta'mirladik. Bu yil endi xalqimiz prezidentning 41-farmoniga asosan yo'lga ichimlik suvi, asfalt infratuzilmasi ko'tarilyapti mahallamiz. Xudo xolasa bu yilgi mavsumda ichki yo'llarda, keyin piyodalar yo'lakchasi qurish, tungi yoritish chiroqlari qo'ydirish niyatidamiz. Birliksak hamma ish bo'lar ekan. Bir yoqdan bosh chiqarib hamma ishlar bajarib kelyapmiz Xudo xolasa. Hammalaringizga rahmat, bayramga kelingizlar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun mahallamizda katta Navro'z bayrami. Hammalaringiz Navro'z ayyomi bilan tabriklaymiz. Mana shu yurtdoshlarimiz, mana shu yoshlarimiz yaxshi kunlari ko'p bo'lsin avvalambor. Yurtimiz tinch bo'lsin loya. Yana agar Xudo xolasa bundan ham zo'rlar qilib qo'shaloq to'ylar bayramda qilib yuraylik. Mana shu Navro'z ayyomimizni hammalaringizni tabriklayman chin dildan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshigingni och
man yorimni ko'ray bir yo'llarimdan qoch qaldirg'och eshigingni och man yorimni ko'ray bir yo'llarimdan qoch borsam bog'lari bahor ekan muhabbati betakror ekan men ham uni sog'inganim rost ham menga intizor ekan osmonida oyga ham joy bor yuragida menga ham joy bor yur ikkimiz birga boraylik ayvonida senga ham joy bor yur ikkimiz birga boraylik ayvonida senga ham joy bor qaldirg'och eshigingni och man yorimni ko'ray yo'llarimdan qoch qaldirg'och eshigingni och man yorimni ko'ray yo'llarimdan qoch yoring dilrabo deysanmi husni bebaho deysanmi yoring dilrabo deysanmi husni bebaho akalarimiz, ukalarimiz, dor birodarlarimiz hammasi bol-bollarga kasbga barakot bersin. Hovlilarimizga ham otasiga rahmat qilgan sog'larni Alloh lazzatli qilib, boshqa bo'layotgan rais bo'larimizga mana ko'kalarimizni hammasini Alloh omad bersin. Sallallohu ta'ala alayhi va ala alihi va sahbihi ajma'in. Azza karamik. Yana ko'zimizdan da nasiblar ziyod bo'lib barakot bo'lsin. Alloh akbar. Rahmat yashanglar. Barakot bo'lsin. Bu urushlarni Allohim o'zi bartaraf qilsin. Bizni yashnab, gullab turgan jonajon O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Ilohim prezidentimiz Shavkat Miromonovning qilayotgan sayr harakatlariga barokatlarni ato etsin Allohim. Bizni qolaversa mahalla boshlarimiz, bugun ukajonlarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar. Mana bugun bizni Pastol qishlog'imizda katta to'y, tantana, bayram, Navro'z bayrami bo'lib o'tmoqda. Mana bugun biz Qiziltepa 40-sonli madaniyat uyida Nurhayot ansambli tashkil etilgan gruppamiz bilan qatnashib turibmiz. Allohim osmonimiz tinch bo'lsin, musaffo bo'lsin, tinchlik xotirjamlikdan bersin, hammani ro'zg'origa tinchlik bersin. Xudoyonda kelasi yil ham hammamiz mana shundan ham ziyod qilib, bir-birimiz bilan mehrli, oqibatli, tinchlik xotirjamlikda o'tkazaylik. Hammani ro'zg'origa tinchlik, xotirjamlik. Mana xalqimiz, elimiz katta tayyorgarlik bilan shunday Navro'z bayramlarini ko'pini ko'rsin. Qo'shaloq bayramlar qilaylik. Sog' salomat bo'lsin, omon bo'lsin hamma. Dunyomiz tinch bo'lsin, yigitlarda ishiga omadiga omad qo'shilsin. Begim Qulib Komiljonning ishlariga omad tilayman. O'ziga sog'lik, salomatlik tilayman. O'ta baxtli, taqdirli, boy badavlat, serdavlat, sherbazand yigitlar bo'lsin. Bolalarning huzurini ko'rsin. Shavkat Mirziyoyevga ham rahmat, shuncha bizga qulayliklar, sharoitlar yaratib beryapti. Xudoyonda dunyomiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin yigitlarimiz. Sog'lik tilayman hammaga, jonim. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun butun O'zbekistonimiz bo'ylab Navro'z shodiyonasi xalqlarimiz orasida ko'p millatli xalqimiz, ya'ni bizning yurtimiz barchamiz birdamlikda bo'lib mana shu
har yilgidek mana bugungi Navruz ayyomini kutib olmoqdamiz. Buning uchun avvalo tinch, juda go'zal hayotimizni mana shu boshqarib turgan prezidentimizga, davlat boshimizga uzoq umrlar tilaymiz xalqimiz nomidan. Mana bugun mana shu O'zbekiston bo'ylab bayram singari mana Pastal qishlog'ida ham juda katta tantana, o'yin kulgu, yangi kelinlar va yigitlar xalqimizdan duo olish uchun mana shu xizmatini ayamasdan nima qilishib kelyapti. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, bayramlarimiz bayramga ulashsin. Barcha o'zbekistonliklarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Navruz yirin qizlari, gul teraylik yor yor. Chamanzorda bahor gashti, nesraylik yor yor. Qo'l ushlashib yigit qizlari, chiqing qirga yor yor. Gul loladan guldastalar, tuzing birga yor yor. Barchangizga Navro'zi olam muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli davramiz ahli. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston ahli. Mana bugungi Navro'zi olam bizga juda shukuh bilan keldi. Hammalaringizni mana shu kungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Biz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Pastal qishlog'ida mana shunday katta anjumanni o'tkazmoqdamiz. Hamma prezidentimiz mana shunday kunlarga yetkazib bizga oliy maqom berganligi bilan prezidentimizdan ham minnatdormiz. Mana shunday bayramlar ko'p bo'lsin. Bayramlarga ulashib yotsin. Hamisha yaxshilik kunlarimiz ko'p bo'lib, mana shunday davralarni to'ldirib o'tirishlik nasibini aylasin. Istayman doim bo'lgin salomat. Shu go'zal zamonda quvongin kulgin. Chehrangizdan kalgu avjursin midam. Yashangizlar shu dunyo bo'lguncha tamom. Hurmatli qishloqdoshlar, bayramlar doimo hammalaringizga muborak bo'lsin. Ming bir ikki hayitlarda hayitlab yurish nasibi ro'za aylasin. Assalomu alaykum jamiy mana Pastal aholisi. Mana shu bugun chiroyli bayramimizni o'tkazish munosabati prezidentimizning mana shunday chiroyli kunlarga yetkazgan O'zbekistonimiz tinchligi uchun mana shu hammaga sog'lik, salomatlik, yanaki Navruzlarga mana shu chiroyli bo'lib prezidentimizga avvalambor rahmat, sizlarga ham tashkilotchilarimizga ham rahmat, mahalla aholilarimizga ham rahmat. Rahmat og'a sizlarga ham. Alqishlab turamiz qishlarimiz yigitlari o'rtoqlar.
Hech kim palov yemagan mana bular qarsa ham kelaymi? Rahmat. Rahmat. Davomli bo'lsin. Rahmat aka. Thank you.
90-yil, 92-yil ukalarimiz, mana sinfdoshlar, yosh yigitlar, gruppalar duo olishdiki, Eshonboy yana 2 yil chiroyli qilib o'sha xalqdan yig'masdan o'zimiz bir chiroyli qilib ehson qilib beramiz deb bir boshlab beraylik deb niyat qilib turibdi. Ularga ham duo qilingizlar. Men shu duo qilsam, shu amin deb tursangiz inshaalloh hammasi ijobat bo'ladi deb umid qilamiz. Hammalarga rahmat. Mana uzoqdan kelgan hofiz akalarimiz, mana o'zimizni qishlog'imizdan yetishib chiqqan hofiz ukalarimiz, akalarimiz boshchiligida bularning ham haqlariga duo qilasiz. Bizning yurtimizdan balo ofat kulfatlarni ko'targan, dunyoda notinchlik bo'lib turibdi. Hamma dunyo tinch bo'lsin. Shular qatori bizni ham yurtimizda aroziy, samoviy balo ofat kulfatlardan o'zing saqlagin. Bugungi kunda mana Pastol qishlog'imizni qilayotgan xayr-saxovatini, ihsonlarini, duolarimizni ijobat qilib, hammamizni xonadonimizga baxt, saodat, xursandchilik, yaxshi kunlarni nasibador qilgan, balo ofat kulfatlarni ko'targan, hammamizni darimiz bor, istaklarimiz bor, hammasini Alloh yana 2 yilgacha amalga oshirib, hammamizni xonadonimizga to'ylar, xursandchiliklar bardavom bo'lsin. Bugun mana boshqa bo'lib turgan taomlarni qo'yib, yeb, yana ham duo bo'ladi. Inshaalloh mana shularni hammalarini xonadoniga barakot bersin. Xizmat qilgan, mablag' ajratgan uy-moy xonadonlarga kirib, bugun mana sababchi bo'lib turganga bu o'zi katta gap, katta ne'mat. Allohga shukr qilib yana bir duo qilamiz. Bugun hammamiz jam bo'lib turibmiz. Kelolmaganlarga mana Telegram orqali mana shu mana bu ularga ham ko'rib tashlab bering deb turib topilgan. Buni ajr mukofotini o'zing bergan. Allohumma robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka antat tawwab. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bayram chiroyli davom etaversin. Nasibsa kechgacha bo'lar ekan. Inshaalloh.